Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana yangi video chiqarishga qaror qildik. Bugungi videomizda gaplashadigan narsalarimiz yana o'tgan safargidek qanday qilib foydaga chiqish mumkin shular haqida bo'ladi. Hozirda ko'p bozorlar chiqqan, masalan bu tannel o'tgan videolarda gaplashganmiz. U ham uncha aktiv bo'lmay qo'ydi. Yangi marketlar chiqqan sari buni ham obro'si tushyapti. Shuning uchun bunda savdo qilsangiz bo'ladi, lekin eng mashhuri hozir boshqa, bu ikkinchi o'rinda bo'lib turibdi. Bu ham komissiyasi 10% edi, 4% ga tushirgan. Buni komissiyasini yaqinda men ham bu yerda o'zim ham savdo qilardim. Yaqinda уже Portals degan ochildi. Bu havolasini qo'yaman. 1 milliontadan ko'p obuna ishlatishadi odamlar. Kiras mana clear filter qilsak, buni qulayligi komissiyasi kam, keyin qulaygina interfeysga ega, 50% chegirma qilib berishadi. Agar ko'proq narsa olsangiz mana bu yerda pointlar to'plasa bo'ladi. Do'stingizni chaqirib, u do'stingiz olgan narsadan 20% ni topsangiz bo'ladi. Bu yerda hozir 2% qilib qo'ygan, oldin 10% edi. Foydadan 10% ni sizga referral bonus qilib berardi tonnelda. Endi bu kamaytirdi, chunki komissiyasini 4% ga tushirgan sari 50%, 4% ni 50%, 2% bo'lsa 2% sizga beradi hozir. Mana Portalsda 1.200.000 ishlatuvchi, hozir foydalanuvchi bor. Yana bittasi bu market. Hozir ko'rib ko'ramiz, mana market. Bu uncha mashhur bo'lmagan, lekin yaxshigina sovg'alarga sotib olsangiz bo'ladi. Mana market deb yozsangiz chiqadi. Men havolasini qoldirishim mumkin. Olasizlar, mana 1.72 ga olishingiz mumkin bu yerdan. Mana tonnelga kirsak, endi bu yerda minimum 2 tonga qo'ysangiz bo'ladi sog'ingizni. Shuning uchun yaxshigina foyda qilsangiz bo'ladi. Mana lollipop deb yozsak, mana 208 ga turibdi. Bu yerda 2 tonga qo'yilgan. Bu yerdan siz 1.72 ga sotib olishingiz mumkin. Bu yerga qo'yganingizcha 0.3 ton foyda qilasiz. Undaqadan har kuni bir 10 marta qilsangiz 3 ton degani bu. Portalsda ham menimcha 1.6 ton turadi. Eng past flora narxi hozir ko'ramiz. Mana lollipop. Mana lollipop yozamiz. Mana 1.56 ga turibdi ekan. 1.56 dan olib tonnelga qo'yasiz. Tonnelga 2 ga qo'ysangiz minimum sizdan sotib olsa, siz 0.4 ton, 0.3 ton foyda qilasiz. 0.3 ton foyda qilganingizdan keyin uni takrorlayverasiz. Keyin kuniga 10 ton ham topish iloji bor. Ilojini qilsa bo'ladi. Topishyapti ham odamlar. Hozir agar savdo qilib odamdan olmoqchi bo'lsangiz, sovg'a garant xizmati, mana bu garant bo'lib ishlaveradi. Hozir qanday ishlashini ko'rsataman. OTK Elf degan bu ishonchli, o'zim ham shundan ishlataman. Mana bu yerda kashlogingizni olasiz. Mana yo'lab qo'yganman. Keyin создать сделкuni bosasiz. Summasini yozasiz. Masalan 100 ton bo'lsa, keyin bu yerga nima berishingizni yozasiz evaziga. 100 ton evaziga mana 100 ton buni ko'chirib, savdo qilmoqchi bo'lgan odamingizga tashlasangiz, u odam kiradi, keyin sizlarga u garant bo'lib beradi. U odamga qaysi kashlikka jo'natishini bu bot o'zi aytadi. U jo'natgandan keyin sizga chiqadi yozuv. Pul keldi, sovg'ani tashlayver deydi. Sovg'ani tashlaganingizdan keyin bu odam tasdiqlashi kerak. Siz ham tasdiqlaysiz, sovg'ani jo'natdim deb. Bu odam tasdiqlagandan keyin sizga
avtomatik tarzda o'zi bot sizga jo'natib beradi. Buni havolasini qoldiraman. Bu botdan foydalansangiz faqat tonda ishlaydi, lekin mana yangi narsa chiqqan. Bu ham qanday qilib foyda qilishga olib chiqish uchun oson yo'l. Mana bu yerda aytyapti. Marketda 324 ga turgan narsa tonnelda 424 turar ekan. Pribel foyda 0.8 ton bo'lar ekan. 324 ga sotib olib marketdan tonnelga qo'ysangiz 424 bo'lar ekan. Mana bu yerda 478 ga portalsa turibdi, tonnelda 534 ga turibdi. Masalan, bu botni ham ulab olsangiz bo'ladi o'zingizga. Har 30 sekundda yangilab tursa bo'ladi, avtoobновление qilib. Bizning kanalimiz ham bor. O'shanga ulanib qo'ysanglar, yangi yillar qo'yamiz, yaqinda joylashni boshlaymiz. Mana Unlim NFT degan. Bunga qo'shilib olsanglar, ko'p yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz. Hozirda men ishlayotganim bu portal, chunki birinchi o'rinda turibdi, cashbacklari bor. Mana agar siz bir narsa sotib olsangiz, sizga komissiyasidan 50% qaytib beradi. Bu degani 2,5% qaytib beradi. Mana point yig'sangiz bo'ladi, sovg'alar beradi yaqiningizga. Keyin mana agar sovg'a qo'shmoqchi bo'lsangiz, 25 star ishlatganingizda pulini qaytib beradi 0.1 ton qilib. Mana bu yerga qo'shsangiz 0.3 ton qaytib beradi sizga. Masalan, sovg'a qo'shsangiz 25 starga siz 0.2 ton foydaga chiqasiz. Foyda olib yana sovg'angizni sotib olsangiz, undan ham ko'proq foydaga chiqishingiz mumkin. Bu sizning sovg'a kiritganingizga 0.3 ton to'laydi. Shundan foydalanib qolsa bo'ladi. Bu yerda rozыгрышlar ham bor, har xil pulli, bekorga qatnashishingiz mumkin. Mana juda ko'p yaxshigina narsalari bor. Interfeysi ham chiroyli. Nima desa bo'ladi endi, yaqinda mana Mint degan yangi market ochilyapti. Bir kunu 23 soat qolibdi. Bunga ham kirib qo'yishlarni tavsiya qilaman. Havolasini qoldiraman. Bu ham sovg'a tarqatishni boshlasa kerak menimcha. $100,000 tarqataman deb turadi. Bu ham shuni tavsiya qilaman. Hozirda yangi sovg'alar chiqmay qo'ydi. Hozir chiqmayapti. Kuchaytirish chiqyapti ko'pincha. Agar kuchaytirish bo'lgandan keyin 21 kun kutishingiz kerak sovg'ani chiqishini. Mana bu tonnelda, lekin sotib olsangiz bo'ladi 21 kun kutmasdan. U odam masalan lash buket, mana shu ham mana premarketda chiqqan. Buni 21 kun kutishingiz kerak. Kuchaytirganingizdan keyin sotish uchun bu yerga qo'yib qo'yasiz. Sotib olsangiz, agar 21 kundan keyin egasi sizga tashlab beradi, pul unga o'tadi. Agar tashlab bermasa, unga jarima qo'llanadi. Bu yerda auksionlar ham bor. Mana auksionga qo'ysangiz ham bo'ladi. Sovg'angizni auksiondan ham yaxshigina foyda qilsangiz bo'ladi. Bu yerda aktiv odamlar ko'p. Mana 2 ton qo'ygan, undan keyin 2,1 ton, 4.18 gacha qo'yishgan. Bu yerda 12.69 turibdigan. Qani buni narxini ko'ramiz. Mana Deadjok deganni narxi 4.56. Bu yerda 4.18 ga olyapti. Buni 4.56 ga qo'yib foydasini olishi mumkin bu odam. Hozirda bozorlar ham ko'payyapti, marketlar. Shu to'lalasidan hozir foydalanaman. Uchalasidan 4-inchisi chiqyapti. Endi buni ham sinab ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa yangi video chiqarishga harakat qilaman. O'z videolar ham tez bo'lmayapti. Meni vaqtim kamligi uchun vaqtim bo'lmayapti. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Buni men kuchaytirganman. 10 tonga sotganman buni.
o'sha paytlar. Hozir buni flori 13-14 ton turibdi, lekin u paytda 1 ton 2 ton edi buni flori. Men 10 tonga sotgan paytim. Ko'p odamlar qo'shilishni boshlayapti уже kanalimizga. Rahmat hammaga bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Shu bilan videoni tugatsak bo'ladi deb umid qilaman. Hammaga xayr, sog' bo'ling.